ketdik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Kashlyuksga kelganmiz. Bilasizlar, hozir sirkulyatsionni nasoslar haqida men informatsiya beradigan bo'ldim o'sha kanalimizda. Juda ham maroqli bo'lyapti, hamma qiziqish uyg'otyapti. Hozir men Grundfos nasoslarini imенно ishlash tartibi akaxonimiz bor, endi videoga tushmaydi. Bitta o'zi katta spetsialistdan ham so'raymiz. Magna 1 bilan Magna 3 da farqi nima? Alfa 1, Alfa 3larni ham razницасini so'rab olamiz. Ravshan aka, endi tushmay qo'yaverasiz. Aka, mana hozir men kanal boshladim. Mana shu Magna 1 masalasi bo'yicha ozgina tushuntirish bersalaringiz. Shunaqa savol bo'lyapti. Bu ham o'chadimi hamma golovkalar yopilganda? Mana shuni tushuntirib bersangiz, mana shu Grundfosda именно. Magna 1 bilan Magna 3 chistotli nasoslarimiz. Ikkalovi ham управляемый ishlash uchun mo'ljallangan termostatlar bilan. Lekin Magna 3 juda ham ko'proq funksiyasi bor, Magna 1 kamroq. Magna 3 0 dan 100% gacha hech qanaqa zararsiz ishlay oladi. То есть hamma golovka yopilganda, hamma klapanlar yopilganda, protok to'xtaganda ham Magna ishlaydi, kuymaydi. Magna 1 da biroz boshqacharoq. Biza u yerdagi naporni, u yerdagi rasxodni to'g'ri tanlashimiz kerak. Demoqchimanki, 100% ishlagan obyektimizda 0 gacha tushganda uzoq vaqt ishlashi maqsadga muvofiq emas. Yo bypass bo'lishi kerak, yo перепускной bo'lishi kerak. Uzoq muddat ishlamaydi. Tushundim sizni. Endi menga bitta narsani tushuntirib bersangiz. Mana shu yerda fiksirованный 3 ta скорости bor. Keyin перепад давления пропорциональный и постоянный. Xuddi shu narsa bu yerda ham borda, lekin bu grafik chizadi. Mana shu ikkalasini razницасы nimaga shunaqa bo'lib qolgan? Hozir bunda ham shu narsa bor-ku demoqchiman. Magna 3 da baribir avtomatika orqali ishlaganimizda eng birinchi narsa avtoadapt sistemasi mavjud. Siz avtoadaptga qo'yganingizda sistemangiz qanday ishlashidan qat'iy nazar nasosni o'zi napori bilan объемni o'lchallaydi. Lekin shunda ham ikkita xarakteristika bor: proporsionalniy и постоянное давление. Shundayda. Shunga mos qilishingiz kerak. Endi eng optimali все-таки proporsionalniy. Shunday. Batareyaga ham to'plib bo'lgan bo'ladi. Ba'zi bir spetsifik masalalarga постоянный napor yaxshiroq. Masalan, 3 metrga qo'yasiz, qo'yib qo'ydingiz, ishlatdingiz. Bu uzun trassalar bo'lsa, сопротивление katta trassa bo'lsa, постоянный bilan ishlagan yaxshi. O'zimiz standart trassa bo'lsa, do'xtirubka yoki лучевойlar bo'lsa, proporsional rejim ham yaxshi ishlaydi. Sizga katta rahmat. Endi ozgina alfa haqida ma'lumot bersangiz. Mana qo'limdagi nasosimiz hozir alfa 2 ekan. Bir xillar aytadi, Magna 8 ham bor, alfa 8 ham bor. Nimaga buni nomi Magna bo'lgani uchun sal anondaqaroq, bu alfa bo'lgani uchun? Mana shu ikkalasini farqlab bersangiz-chi, aka. Alfa segmentimiz, alfa nasoslarimiz alfa 1, alfa 2, alfa 3 bor. Bular чисто бытовой segment, ya'ni o'zimizni oddiy uylar uchun mo'ljallangan. Magna baribir kattaroq, polipромышленный hisoblanadi, katta объемlar uchun. Alfa o'zimizni uylarga 200, 300, 500 kvadrat uylarga bemalol ishlatish mumkin. Alfa 1, 2, 3larning farqi: alfa 1, alfa 2, alfa 3 hammasi chistotniy, lekin ba'zi bir funksiyalari nomer oshgan sari oshib boradi. Eng ko'p funksiya alfa 3 da, lekin u narx jihatdan juda ham oshib ketgani uchun funksiya ko'pligida. Rideri bor-da. Rideri ichida ichida встроенный bo'lgani uchun qimmat bo'lib qoldi. Biz zavod bilan kelishgan holda alfa 2 ni ko'proq rivojlantirishga qaror qildik. Chunki alfa 2 ni hamma funksiyasi deyarli alfa 3 ga ham bor. Alfa 2 juda ham arzon. Alfa 2 ni proporsional rejimida avtoadapt rejimi bor. U cho'plib bo'lgan batareyaga to'g'ri kelaveradi. Shuning uchun uni ishlatgan maqsadga muvofiq. Hozir biz kanalimizda mana shu narsani boshladik-da, endi bu videoni hozir ikkiga bo'lib qo'yaman baribir. Mana shu segmentlarning ichida Magna, Alfa, endi bilasiz, hozir bugungi kunda energiya juda ham tanqis bo'lyapti, qimmatlashib ketyapti. Nima deb o'ylaysiz? Hozir yashayotgan UPSlar дальнейшем qoladimi joyida? Narxiga qanday mos bo'lyapti? Yo baribir hamma odamlar mana shunga asta-sekin o'tadimi? Yo boshidan proyekt qilganda уже solaveraylikmi shu narsani?
mana shu разница predeli. hozir hamma ishlab chiqaruvchilar, ayniqsa yevropaliklar UPS tipidagi nasoslarni ishlab chiqarishni qisqartirgan. Ularga bo'lgan qonun tomonidan ham katta ограничениялар bor. Uni ishlab chiqarish kerak mahsulot ham, o'zini narxi ham qimmatroq ketadi borgan sari. Chistotnilar baribir arzonroq tushadi yil sayin. O'zini puliga nisbatan agar bizning nasoslarimiz garantiyani o'zi 5 yil, bez problemli ishlash sharoiti 10 yil atrofida eng kami, bu vaqt mobaynida u elektr energiya, gazdan tejagan sarf xarajati narxidan bemalol oshib ketadi. Shuning uchun UPS o'rniga alfani srazi qo'ygan yaxshi. Darrov. Eski sistemalarda albatta ishlab turibdi, so'rovga o'tgandan keyin qo'ygan ma'qul. Даже chistotni emas rejimga qo'yganimizda ham elektrdan baribir tejaladi. Umri davomida o'shani puli chiqib ketadi. Yana bitta oxirgi savolimiz, endi sizda ham juda ham qiziqarli aytib berasiz, vaqtimiz ketib qolmasin. Mana hozir Alfa 1 da shim signali bor, shim signal. O'sha hozir bu yoqda yo'q ekan, qora bo'lardi, Mana shu hozirgi qo'yilayotgan, kelayotgan kondensatsionniy kotyollarga shim signal orqali ulasa bo'ladimi, чтобы qanday desa bo'ladi, o'zi skorossini pasaytirib, yana ko'paytiradigan qilib, yo bularda hammasi segmenti shunday ulanishi mumkinmi? Mana shu raznicani aytib bersangiz, shunga ham savollar, talablar bo'lyapti. Alfa modellarida Alfa 1L Limited seriyasi mavjud. O'sha aytganingizdek qora rangda. Bu yerda ikkita port bor. Bittasi pitaniya, bittasi shim signal. Shunday. Shim signal orqali biza agar avtomatika shunga mo'ljallangan bo'lsa, shart-sharoitga qarab, havoni issiq-sovuqligiga qarab, xonadagi issiq-sovuqligiga qarab, shim signal orqali nasosni oborotlarini o'zgartirish mumkin. U narsa ko'proq kotyollar uchun chiqarilgan edi, maxsus seriya. Kotyolga zamena qilish mumkin. Shim signalni qo'llab-quvvatlaydigan nasoslarga qo'yiladi yoki uyingizda avtomatika qilayotgan paytingizda shim signalni qo'yib ketsangiz avtomatini, uni ham qilishingiz mumkin. U juda ham optimal, yaxshi yechim. Chunki 1L arzon turadi, lekin uni ishlash funksiyalari shim signal orqali Alfa 3 ga o'xshagan xohlagancha qilish mumkin. Birinchi skoros, ikkinchi skoros, uchinchi skoros odam aralashmaydi. Kotyolga, mana hozir kotyollar, основной katta kotyollarimiz 35 tadan keyingi bez nasos kelyapti-da, o'shanga прямой tushaveradimi? Qaysi kotyolga imенно tushishi mumkin? Avtomatikasi shim signalni поддерживать qilish kerak. Uni kotyol значит, kotyolning ichida spesial shu bo'lish kerak, dokumentatsiyasida shim signal поддерживать bo'lsa mumkin. Xuddi shu shim signalni o'zi Alfa 1L ikkita turda bo'ladi. Teplовой nasosga sovuqlik uchun bor, kotyol uchun issiqlik uchun bor. Ikkalovniki teskari shim signali, lekin ikkalovi ham ishlaydi. Faqat avtomatika shunga mos bo'lishi kerak. Akam aytayotgan nasos mana shundaqa bo'ladi, alfa bo'ladi, u ham только qora korpus bo'ladi, bu yerda добавочный simi bo'ladi, u shim signal qabul qiladigani. Bu degani, uyingizda agar avtomatika bo'lsa, pogoda зависимый avtomatika yo bo'lmasa kotyolingiz bez nasos bo'lsa, dokumentini yaxshilab, mana o'tgan safar ham aytdim, instruksiyani o'qish kerak. O'qimasdan bir narsani qo'yib bo'lmaydi. O'shanda sizlar gaz, energiya tejamkor qilib, sistemangizni o'zingizga moslashtirib, telefondan ulaysizmi, qo'lingiz bilan yoqasizmi, siz только plyusga kirasiz. Bugungi kunda eng современный kotyollardan bittasi Wisman и Buderis bo'ladi. Hozir xudo xohlasa unga ham bitta kontentcha qilamiz. Bu akamiz ozgina tushuntirib beradi. Necha kilovatdan ko'tarib, necha kilovatgacha boradi. Mana ko'p joylarda bilayotgan bo'lsalaring, taktovaniya degan narsa. Taktovaniya bu yomon narsa. Hozir buni tushuntirib berishga harakat qiladi Ravshan akam. Endi bu narsani spetsialisti bo'ladi.